Yana Imom Buxoriyning sahihlarida kelgan hadis. Bir kuni Abu Dahdoh roziyallohu anhu u kishini katta bir bog'lar bo'lgan Madina Munavvarada. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning oldilariga bir yetim bola bir masalada shikoyat qilib keladi. Yo Rasululloh, meni bir qo'shnim bor edi. Shu qo'shnim bilan o'rtada devor olindi. O'rtada xurmoyim bor edi, shu xurmoyim devor orasida qolib ketyapti. Shu qo'shnimga aytsam xurmoyimni menga ber, devor sal nariroqqa sur desam unamayapti. O'rtadan olaman deyapti. Xurmoni bermayapti xullas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom har kishini chaqirdilar qo'shnini. Senga Alloh taolo jannatdan bir xurmo daraxti beradi. Shu yetimga daraxtini qaytarib berdilar. U kishi rozi bo'lmadi. U kishi rozi bo'lmadi. Shundoq bahs bo'lib turgan paytda Abu Dahdoh roziyallohu anhu kirib keldilar. Madina Munavvaraning katta boylaridan. Ulug' sahobiy. Holatni ko'rdilarda, "Yo Rasululloh, agar mana shu yetimni bitta xurmo daraxtini unga olib bersam, Alloh taolo menga jannatda bitta xurmo beradimi? Xurmo daraxtini beradimi?" dedilar. Albatta beradilar payg'ambar alayhisalom. Shunda Abu Dahdo aytdiki, haligi kishini chaqirdi. "Voy, menga qaradi. Kel. Men taniysan-a, kimman Abu Dahdo? Meni katta bir bog'im bor, bilasan-a? Xurmozorim bor. Atrofi qo'rg'onlar bilan o'rangan. Juda ham chiroyli, serhosi bog'im bor, bilasan-a, bilaman. O'sha bog'imni senga beraman. Shu xurmoyingni mana bu yetimga berasanmi?" dedi. "Beraman" dedi. "Sotdim" dedi. "Bo'ldi, senga berdim xurmo bog'imni" dedi. Payg'ambar alayhisalom xursand bo'ldilar. Haqqiga duo qildilar. Keyin Abu Dahdoh tezda bog'ga bordi, ahlini chaqirdi. "Ey Ummu Dahdoh" dedi. "Chiq bog'dan." Bog' sotildi. "Ey Abu Dahdoh, nima qildingiz bog'ni? Bog'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xurmo daraxti beriladi jannatda. Mana shu yetimning xurmosini sotib olib bergan kishiga" dedilar. "Men xurmoyimni o'sha bitta daraxtga sotib yubordim. Xurmo bog'imni sotib yubordim" dedi. "O'sha jannatdagi bitta daraxt evaziga sotib yubordingizmi?" dedi. "Sotib yubordim" dedi. Ummu Dahdoh aytdiki, xotini aytdiki, "Savdoda yutibsiz Abu Dahdoh" dedi. "Agar jannatdagi bitta daraxtga shu bog'ingizni almashtirib olgan bo'lsangiz, savdoda yutibsiz" dedi. "Qo'lingdagi xurmolarni tashib chiq xurmozordan" dedi, olib chiqib ketdi. Qarang, ulamolar aytadi. Mana shu voqeaga qancha bo'ldi? 1,5 ming yil bo'ldi. Bitta yetimga yaxshilik qilingan. Bitta yetimga qo'yinni ko'tarib, bitta xurmo daraxtini qaytarib berilgan. 1,5 ming yil o'tib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdilar. Abu Dahdoh vafot etdi. Ummu Dahdoh ham vafot etdi. O'sha xurmosini bermagan kishi ham vafot etdi. Haligi yetim ham vafot etdi. O'sha xurmozor ham yo'q bo'lib ketdi. U xurmozordan asar ham qolgani yo'q hozir. U o'sha yetimga olib berilgan xurmo ham tugadi. Bermayman degan kishining xurmosi ham yo'q bo'lib ketdi. Nima qoldi? Nima qoldi? Jannatdagi bitta xurmo daraxti qoldi. Jannatdagi bitta xurmo daraxti qoldi. U kishi bog'ini bitta jannatdagi xurmo daraxtiga sotdi degani, Abu Dahdoh va Ummu Dahdoh inshaalloh jannatga kiradi degani. Ular jannatga kirishdi degani. Biz hayotda bitta narsani olib qolamiz deymiz, aslida yo'q bo'lib ketadigan narsani ushlab turgan bo'lamiz. Voy, oxiratda senga jannat beriladi, jannatda shunaqa mukofot beriladi. Ber joyingni Alloh yo'liga. Ber narsangni Alloh yo'liga desangiz, Alloh uchun bermaydi. Yo'q bo'lib ketadigan narsasini qizg'anadi. Nima qoldi? Jannatda bitta daraxt. Bu jannatda bitta daraxt degani sizga kichkina eshitilar, kichkina ko'rinar, lekin Abu Dahdoh jannatga kiradi degani birodarlar, u kishi jannatga kiradi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Siz istaysizmi, istamaysizmi? Abu Dahdoh albatta jannatga kiradi va u xurmozorni ko'radi. Xurmozor kerak emasdir, jannat kerak-ku. Ha? Jannat kerak-ku bizga. U kishi jannat sotib oldi. Xurmo daraxtini qo'y. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom jannatdagi bir qamchi yer deganlar. Dunyo va undagi narsalardan yaxshidir. Jannatga kirdingiz degani, siz abadiy rohatdasiz degani. Sizni hech kim xafa qilmaydi. Bolangiz tashvishi yo'q, xotiningiz tashvishi yo'q, kasal bo'lmaysiz, musibat ko'rmaysiz, qiyinchilik ko'rmaysiz, siz abadiy rohatda yashaysiz. Garchi bir qamchi yerida bo'lsa ham, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga "Yo Rasululloh, Alloh jannatda bitta xurmo daraxtini beradim" deganda Rasululloh albatta beradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rost gapiradilar. U kishining gaplari rost. U kishi haq gapni gapiradilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning bittagina so'zlariga bog'larni almashtirib yubordi. Qarang, o'zi muhtoj bo'lsa ham, o'ziga o'sha narsa kerak bo'lsa ham, Alloh uchun berdi. Va Alloh ham unga albatta mukofotini qiyomat kuni ziyoda qilib beradi.
ومن أطاع بأمره